Assalomu alaykum, hurmatli bizni YouTube ishqibozlari, bizni kuzatib turganlar, tasodifan kirib qolganlar va bizga obuna bo'lganlar. Doim kuzatuvchilarimiz, sog'misizlar, omonmisizlar. Borlaringga shukr. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Shirinsuv qishlog'ida o'z ishimizni davom ettiryapmiz. Ishlarimiz mana shunaqangi qumshuvoq jarayoni. Qumshuvog'imiz hozirgi kunda 35 ming so'm, 40 ming so'mgacha bo'lyapti. Bu yerda to'g'risini aytaveramiz. O'zimizga qarashli inson bo'lgani uchun 30 ming so'mdan qilyapmiz. Operatorimiz ham begona inson emas, professional operatorlarni olyapmiz. Hozir shuning uchun bir ajoyib bir hayajon bor, qadrdonlar. Bu shuvog'imiz hozirda podpravila bo'lyapti. Padmayak bor, tajilka bor. Bu devorimizning holati shunga gapirganim uchun shunaqa qilib chiqarib berdik. Xizmatimiz O'zbekiston bo'yicha. Dunyoning turli cheklariga ham borishga qurbimiz yetadi, lekin O'zbekistondan chiqmay qo'ydik. Bu yog'iga ishlarga buloq urdik. Bu yog'ini shuvoq qilyapmiz. Xullas bir 200 kvadrat atrofida shuvoq qilyapmiz. Kimgadir mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 91lik 144 62 66. Bitta atrofni ko'rsatib olasiz operatorga. Bizning xizmat jarayonlarimiz shundan iborat. Boshqa xizmatlar ham beton quyish, g'isht terish, shilaka bilan, xullas patkulish. Ruschasiga aytganda patkulish deydi. Noldan boshlab to patologik tomigacha xizmatlarimiz mavjud. Kimgadir shunaqa ustalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 91lik 144 62 66 yana bir marta qaytaramiz. Bizning manzil Farg'ona viloyati Rishton tumani Cheknasirdan qishlog'i. Mana shunaqangi usta qidiryapti turgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Kanalimizga obuna bo'lasizlar, like, podpiska, hammasini kutib qolamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'linglar.